Bo'ri bilan Quyonvoy. Bo'ri bir kun Quyonni chaqiribdi mehmonga. Sabzi, karam, lavlagi qo'yibdi dasturxonga. Mehmon qilib Quyonni keyin gapga solaman. Yaqin borib yoniga shart bo'ynidan olaman. Avval shilib po'stini, keyin yeyman go'shtini, deya xayol suribdi, so'ng miriqib kulibdi. Quyonvoy kelib shu on bo'libdi aziz mehmon. Keyin bo'ri lab yalab kelibdi unga qarab. Sergaklanib Quyonvoy juda shoshib qolibdi. U ochiq derazadan bir sakrab yo'qolibdi.